Buxoroni shunaqa sog'indim 2 haftada. Nafaqat Buxoroni, O'zbekistonni sog'indim. Oylab, yillab musofirda yuradiganlarga qoyil qolish kerak. Bugun oxirgi kunim Hindistonda. Ertalab 5 dan sizlar bilan aeroportga tayyorlanamiz. Birinchi bo'lib yuzimni mana shu penkada yuvaman. Bu micellarka plus penka. Yuzni umuman quritmaydi va makiyajni zo'r uchirib beradi. Yuzimizni har doim salfetkada artishimiz kerak, hech qachon unutmang. Sedamni maskasidan qo'yamiz. Chunki 24 soat namlikni ushlab turadi. Hech bo'lmaganda haftada bir marta maskalar ishlatish kerak. Undan tashqari maska yaxshiroq foyda qilsin deb 40 minut 1 soat qo'yish kerak. Maskalar maksimal 25 minut 30 minut turishi kerak. Maskani olgandan keyin ko'pchilik yuzini yuvarkan, bu narsa xato. Yuzlaringizga qolgan suyuqlikni prosta yuzlaringizga surtinglar. Aeroportda eng udobniy soch yig'ishtirilgan soch. Sochimni chiroyli yig'ishtirib oldim. Oxirida albatta SPF. SPF nafaqat quyoshdan, balkim tashqi viruslardan ham yuzimizni himoyalaydi. Ayniqsa sedamni SPF juda ham zo'r blesk beradi. Ha, yana bitta muammoyimga yechim topdim. Lab yorilishi, chiziqlar, qurishi hammasini bittada davolab beradigan lab uchun balzam. Hidi yoshligimizdagi kangoni hidiga o'xshaydi. O'zi arzimagan pul turadi, lekin foydasi juda katta. Bo'ldi, endi kiyinamiz, tez kech qolmasligimiz kerak. Men bilan har doim birga yuradigan o'quvchilarimni olib, Sen paka, men aeroportga ketdim. Shoshmanglar, telefonim qolib ketmasin. Like esdan chiqmasin. Sen paka.